Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya islohoti. Pensiyalar qanday o'shishi, kimga bu o'zgarishlar foyda beradi? Kim esa hujjatlarni qayta tekshirtirib ko'rishi shart. Bu masala faqat hozir pensiya olayotgan pensionerlarga emas, balki 5 yil, 10 yil, 20 yildan keyin pensiyaga chiqadigan har bir insonga tegishli. Chunki bugungi ish staji, bugungi rasmiy maosh, bugungi to'langan badallar ertangi pensiyangizni belgilaydi. Agar siz ota-onangiz, bobo-bobingiz yoki o'zingiz uchun pensiya miqdori, qayta hisob-kitob, ish staji, qo'shimcha hujjatlar. Nafaqa va pensiya o'rtasidagi farqlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men masalani oddiy tilda, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p oilalar uchun pul degani. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Odam ishlaydi, staj yig'adi, yoshiga yetganda pensiyaga chiqadi. Keyin davlat belgilagan miqdorda pul oladi. Lekin aslida pensiya hisoblash har doim murakkab bo'lgan. Qancha yil ishlaganingiz, qaysi yillarda qancha maosh olganingiz, ish joyingiz rasmiy bo'lganmi? Mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Arxivda ma'lumot bormi? Imtiyozli davrlar hisobga olinganmi? Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Oldin ko'pchilik bir narsaga unchalik e'tibor bermagan. Rasmiy maosh past ko'rsatilgan bo'lsa, ertaga pensiya ham past bo'ladi. Masalan, odam bozorda ishlagan, qurilishda ishlagan, savdoda ishlagan, lekin rasmiy ish haqi eng kam miqdorda ko'rsatilgan. O'sha paytda mayli, qo'lga ko'proq pul olyapman deb o'ylagan. Lekin pensiyaga chiqqanda pensiya jamg'armasi hujjatga qaraydi. Rasmiy maosh qancha bo'lgan, staj qancha, badallar to'langanmi? Og'zaki gap, men aslida ko'proq olganman degan da'vo pensiya hisobida ishlamaydi. Endi esa pensiya tizimida asosiy e'tibor shaffoflikka, elektron ma'lumotlarga, rasmiy bandlikka va adolatli hisob-kitobga qaratilmoqda. Ya'ni davlat bir tomondan pensiyalarni bosqichma-bosqich oshirishga harakat qiladi. Ikkinchi tomondan fuqarolardan ham rasmiy mehnat faoliyatini talab qiladi. Bu nimani anglatadi? Kimda hujjatlar joyida bo'lsa, staji to'liq tasdiqlansa, maoshi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, u nisbatan yaxshi pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kimda hujjat yo'qolgan, ish joyi yopilgan, arxiv ma'lumoti topilmayotgan bo'lsa, u pensiyaga chiqishdan oldin ancha yugurishi mumkin. Eng ko'p beriladigan savol shu: pensiyalar bir kunda keskin oshadimi yoki bosqichma-bosqichmi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya oshishi odatda 3 ta asosiy omilga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya. Ya'ni narxlar, inflyatsiya, byudjet imkoniyati va ijtimoiy himoya siyosatiga qarab pensiyalar oshiriladi. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensionerlarning daromadi ham ma'lum darajada moslashtirilishi kerak. Shu sababli pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshiriladi. Ikkinchisi, hisob-kitob bazalarining o'zgarishi. Pensiya miqdorini belgilashda ayrim me'yorlar. Eng kam iste'mol xarajatlari, bazaviy miqdorlar, minimal pensiya yoki nafaqa kafolatlari muhim rol o'ynaydi. Agar past pensiya olayotgan fuqarolar uchun minimal kafolatlar oshirilsa, eng avvalo kam pensiya oluvchilar bundan yutadi. Uchinchisi, shaxsiy hujjatlar asosida qayta hisob-kitob. Bu juda muhim. Ba'zi pensionerlar pensiyalar oshsa, hammaga bir xil qo'shiladimi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham bir xil bo'lmaydi. Agar sizning stajingiz ilgari to'liq kiritilmagan bo'lsa, maosh haqida yangi arxiv ma'lumoti topsangiz, imtiyozli davringiz tan olinsa, pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Demak, ayrim odam uchun umumiy oshirishdan tashqari shaxsiy qayta hisob-kitob orqali ham qo'shimcha o'sish bo'lishi mumkin. Endi men pensionerlar va pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun eng muhim masalalarni alohida tushuntiraman. Birinchi masala, ish staji. Pensiya miqdoriga staj juda kuchli ta'sir qiladi. Staj degani faqat men ishlaganman degani emas, balki hujjat bilan tasdiqlangan davr degani. Mehnat daftarchasidagi yozuv, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, soliq yoki bandlik tizimidagi elektron ma'lumotlar, harbiy xizmat, oliy ta'limdagi ayrim davrlar, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin har bir davr avtomatik tarzda qo'shilarmaydi. Masalan, bir ayol 1935 yildan 1935 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhri aniq, lavozim nomi tushunarsiz. Pensiya organi qo'shimcha arxiv ma'lumoti so'rashi mumkin.
Agar arxidan falon yillarda ishlagan, maosh shuncha bo'lgan degan ma'lumotnoma olinsa, staj va maosh hisobga kiradi. Agar odam bu hujjatni olib kelmasa, ayrim yillar bahsli bo'lib qolishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kamayadi. Ikkinchi masala rasmiy maosh. Ko'p odam men 30 yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Sababi ko'pincha maosh past ko'rsatilgan bo'ladi. Misol uchun ikkita odamni olaylik. Ikkalasi ham 30 yil ishlagan. Birinchisining rasmiy maoshi doim minimal darajada bo'lgan. Ikkinchisiniki esa o'rtacha yoki undan yuqori rasmiy maosh bilan yuritilgan. Staj bir xil bo'lsa ham pensiya miqdori farq qilishi tabiiy. Chunki pensiya tizimi faqat yillar soniga emas, ish haqi bazasiga ham qaraydi. Uchinchi masala rasmiy ishlash. Hozir pensiyaga hali chiqmagan yoshlar va o'rta yoshdagilar juda e'tiborli bo'lish kerak. Agar siz bugun konvertda maosh olayotgan bo'lsangiz, ya'ni rasmiy maoshingiz 1 million, qo'lga esa 5 million berilayotgan bo'lsa, ertaga pensiya hisobida asosan rasmiy 1 million ko'rinadi. Ish beruvchi bugun sizga qulay ko'ringan sxemani taklif qilishi mumkin, lekin zarar ertaga sizga qoladi. Men har doim aytaman. Pensiya masalasida eng xavfli gap bu keyin bir gap bo'lar degan gap. Hujjatda bo'lmagan mehnat ko'pincha pensiyada pulga aylanmaydi. 4-masala pensiya va nafaqa farqi. Ko'pchilik buni aralashtiradi. Pensiya odatda staj, badal, ish haqi va belgilangan yosh asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ijtimoiy yordam xarakteridagi to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, yetarli staj bo'lmagan holatlarda yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarga. Shuning uchun hamma bir xil pul oladi degan fikr noto'g'ri. Kimdir ko'p yil rasmiy ishlagan bo'lsa, kimdir umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, ular uchun to'lov turi va miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Birinchi misol. Karim aka 6-2 yoshga yaqinlashdi. U 25 yil davlat tashkilotida ishlagan. Keyin 10 yil xususiy firmada ishlagan. Davlat tashkilotidagi staj mehnat daftarchasida bor, hammasi joyida. Lekin xususiy firma yopilgan, ayrim yillarda badallar to'langan-to'lanmagani aniq emas. Agar Karim aka pensiyaga chiqishdan 2-3 oy oldin harakat boshlasa, hujjat topishda qiynaladi. To'g'ri yo'l nima? U kamida 1 yil oldin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. Qaysi yillar tizimda bor, qaysi yillar yo'q. Shuni oldindan bilsa, arxivga murojaat qilishga va sobiq ish beruvchidan ma'lumot olishga vaqti bo'ladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa o'tgan yil ishlagan, lekin 1990 yillardagi maosh ma'lumotlari topilmagan. Unga pensiya tayinlanganda faqat mavjud hujjatlar asosida hisoblangan. Keyin u arxivdan eski ish haqi ma'lumotnomasini topdi. Agar bu ma'lumot pensiya hisobida foydali bo'lsa, u qayta hisob-kitob so'rab murojaat qilishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta, hujjatni uyda saqlab o'tirish bilan pensiya o'z-o'zidan oshmaydi. Albatta ariza berish, hujjatni ilova qilish va rasmiy javob olish kerak. Uchinchi misol, bir fuqaro 15 yil chet elda ishlagan. U men ham ishlaganman-ku deydi. Lekin savol tug'iladi. Qayerda ishlagan? Rasmiy hujjat bormi? O'zbekiston bilan o'sha davlat o'rtasida pensiya bo'yicha kelishuv bormi? Badallar qanday to'langan? Chet eldagi mehnat davri har doim avtomatik qo'shilmaydi. Ayrim holatda xalqaro shartnomalar, ayrim holatda alohida tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Shuning uchun xorijda ishlaganlar hujjat masalasiga 2 barobar jiddiy qarash kerak. 4-misol, yosh oila bor, xususiy sektorda ishlaydi. Rasmiy maoshi past, xotini uyda bola parvarishida. Ular hozir pensiya haqida o'ylamaydi. Lekin 20 yildan keyin muammo chiqadi. Erning pensiya bazasi past bo'ladi. Xotinning staji yetarli bo'lmasligi mumkin. Demak, bugundan rasmiy bandlik ixtiyoriy to'lovlar. Ish stajini shakllantirish haqida o'ylash kerak. Pensiya faqat qarilik masalasi emas, u butun mehnat hayoti davomida shakllanadigan natija. Eng avvalo hujjatlarda uzilish bor odamlar xavotir olishi kerak. Mehnat daftarchasida muhrlar xira bo'lsa, ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari to'liq yozilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari yo'q bo'lsa, bu masalani kechiktirmang. Ikkinchi toifa. Uzoq yillar norasmiy ishlaganlar, bozor, qurilish, xizmat ko'rsatish, mavsumiy ish, shaxsiy ustachilik, uyda tikuvchilik, taksi, savdo kabi sohalarda ko'p odam daromad topgan, lekin rasmiy staj shakllanmagan. Bunday fuqarolar pensiyaga yaqinlashganda men umr bo'yi ishladim deyishi mumkin, lekin tizim hujjat so'raydi. Shuning uchun hozir imkon borida faoliyatni qonuniylashtirish, o'zini o'zi band qilish yoki tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa rasmiy shakllarni ko'rib chiqish zarur. Uchinchi toifa ayollar. Ayniqsa
Bola tarbiyasi sabab uzoq tanaffus qilgan ayollar stajini tekshirtirib ko'rishi kerak. Qaysi davrlar hisobga olinadi, qaysi davrlar qo'shilmaydi? Bola parvarishi bo'yicha hujjatlar bormi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, hujjatlarda moslik bormi? Bular juda muhim. Ba'zan oddiy familiya farqi ham hujjat tasdiqlashda muammo keltirib chiqaradi. Masalan, diplomda qizlik familiya, mehnat daftarchasida turmushdagi familiya, pasportda boshqa imlo bo'lsa, tegishli tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 4-toifa imtiyozli pensiyaga da'vo qiluvchilar, og'ir mehnat sharoiti, zararli ishlab chiqarish, tibbiyot, ta'lim, harbiy xizmat, ichki ishlar. Ayrim maxsus lavozimlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir joyda ishlaganman degan gap yetmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, buyruqlar, ro'yxatlar, attestatsiya hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Imtiyoz bor joyda hujjat talabi ham kuchli bo'ladi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Rasmiy ishlagan, maoshi to'liq ko'rsatilgan, mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlari mos keladigan, ish joylari arxiv hujjatlarini topshirgan, familiya va shaxsiy ma'lumotlarda chalkashlik bo'lmagan fuqarolar. Lekin men ularga ham butunlay beparvo bo'ling demayman. Chunki texnik xatolar bo'lishi mumkin. Bir raqam noto'g'ri kiritilishi, bir yil tushib qolishi, bir tashkilot nomi boshqacha yozilishi pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Pensioner ishlashni davom ettirsa pensiya qanday bo'ladi? Amaldagi tartiblar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har bir davrda rasmiy manbani tekshirish kerak. Lekin asosiy mantiq shuki, ishlovchi pensionerning maqomi, daromadi, qayta hisoblash imkoniyati va ayrim to'lovlarga ta'sir bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyada turib ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ishlashingiz pensiya hujjatlarida qanday aks etishini pensiya jamg'armasidan aniqlab oling. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap bilan ish qilmang. Ikkinchi tuzoq, hujjatni noto'g'ri topshirish. Ba'zi odamlar arxivdan ma'lumot oladi, lekin unda lavozim, sana, maosh to'liq ko'rsatilmagan bo'ladi. Pensiya organi bunday hujjatni yetarli deb qabul qilmasligi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasida kim, qachon, qaysi lavozimda ishlagani, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari raqami zarur bo'lsa, oylik ish haqi ko'rsatilishi kerak. Hujjat qancha aniq bo'lsa, natija shuncha yaxshi. Uchinchi tuzoq, sud orqali stajni tiklash. Agar arxiv yo'q, korxona tugatilgan, hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, ayrim holatlarda sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Lekin sud ham faqat og'zaki gapga qarab qaror chiqarmaydi. Guvohlar, eski hujjatlar, kasaba uyushmasi bileti, ish haq varaqalari, buyruq nusxalari, mukofot yorliqlari, xizmat guvohnomalari. Hatto eski ish joyi bilan bog'liq boshqa rasmiy dalillar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski papkalarni, hujjatlarni, hatto arzimasdek ko'ringan qog'ozlarni tashlab yubormang. 4-tuzoq. Minimal pensiya oshdi degani hammaning pensiyasi bir xil foizda oshadi degani emas. Agar davlat past pensiyalarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratsa, minimal darajadagi to'lovlar ko'proq sezilishi mumkin. Yuqoriroq pensiya oluvchilarda esa oshish boshqa mexanizmda bo'lishi mumkin. Shuning uchun falonchiga shuncha qo'shilibdi, menga nega kam deganda, avvalo uning pensiya turi, staji, hisoblangan bazasi va qo'shimcha huquqlarni solishtirish kerak. 5-nozikat, meros bo'lib qolgan yoki vafot etgan pensionerning o'limay qolgan puli. Agar pensioner vafot etsa, ayrim to'lovlar bo'yicha oila a'zolarida huquq paydo bo'lishi mumkin. Lekin buni ham o'z vaqtida rasmiylashtirish kerak. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlik hujjatlari, bank kartasi yoki to'lov ma'lumotlari, ariza kerak bo'ladi. Ko'p odam buni so'rash uyat deb o'ylaydi. Yo'q, bu qonuniy huquq bo'lsa, uni rasmiy tartibda talab qilish mumkin. 6-nozik jihat, nogironlik pensiyasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va yoshga doir pensiya bir xil narsa emas. Har birining sharti boshqa, hisoblash tartibi boshqa, kerakli hujjatlari boshqa. Masalan, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza xulosalari muhim bo'lsa, bo'g'uvchisini yo'qotganlikda qarindoshlik, qaramlik, marhumning staji va boshqa omillar muhim bo'ladi. Shuning uchun har bir vaziyat alohida ko'rib chiqiladi. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va qaysi yilda qayerda ishlaganingizni ketma-ket yozing. Masalan, 1992 maktab, 1990 zavod, 1995 xususiy firma, 2005-2012 tadbirkorlik, 2012-2024 hozirgi ish joyi.
Har bir davr yo'liga hujjat bor, hujjat yo'q. Arxiv kerak, maosh ma'lumoti kerak deb belgilang. Bu oddiy ish ko'rinadi, lekin pensiya hujjatlarini yig'ishda juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ism, familiya, pasport bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Ishga kirish va bo'shash sanalari bormi? Muhrlar o'qiladimi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Agar xatolik bo'lsa, hozirgi ish beruvchi, sobiq ish beruvchi yoki arxiv orqali to'g'rilash yo'lini izlang. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshirtiring. Hozir ko'p xizmatlar elektronlashmoqda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rish yoki aniqlashtirish imkoniyatlari bor. Agar siz internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yordam so'rang. Lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Pensiyaga chiqish yoshiga yetib kelganda emas, undan oldin harakat qiling. Sobiq korxona qayerga hujjat topshirganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, idoraviy arxivga, tashkilotning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa, mehnat daftarchasining nusxasini ilova qiling. 5-qadam, maosh ma'lumotlarini alohida so'rang. Faqat ishlagan degan ma'lumot ba'zan pensiyani oshirish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar ish haqi haqidagi ma'lumot topilsa, hisob-kitob foydaliroq bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani ham so'rang. 6-qadam, familiya o'zgarishlarini tasdiqlang, ayniqsa ayollar uchun. Nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgarganligi haqidagi ma'lumot, eski pasport ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova deb yozilgan bo'lsa ham, bu masala keyin muammo bo'lishi mumkin. Imlo farqlarini ham e'tiborsiz qoldirmang. 7-qadam, rasmiy murojaat qiling va javobni yozma oling. Og'zaki maslahat foydali, lekin huquqiy natija uchun ariza va rasmiy javob muhim. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda savolingizni aniq qo'ying. Mening pensiyam qanday hisoblangan? Qaysi stajlar kiritilgan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak? Agar murojaatni yozma qilsangiz, javob ham rasmiy bo'ladi. 8-qadam, bank kartasi va to'lovlarni nazorat qiling. Pensiya to'shadigan karta ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bog'langanmi? Bankdagi ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Ba'zan odam pensiya kechikdi deb xavotir oladi. Aslida karta muddati tugagan yoki bank ma'lumotida o'zgarish bo'lgan bo'ladi. Pensionerlarning farzandlariga ham aytaman, ota-onangizning kartasini nazorat qiling. Lekin ularning roziligisiz puliga aralashmang. Bu ham axloqiy, ham huquqiy masala. 9-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, darhol shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Keyin yuqori turuvchi organlarga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Menga kam berishyapti deyishdan ko'ra, falon davrdagi stajim hisobga olinmagan, mana hujjat deyish kuchliroq. 10-qadam, farzandlaringizni ham ogohlantiring. Bugun pensiya olayotgan ota-ona farzandiga aytish kerak. Bolam, rasmiy ishla, maoshingni hujjatda to'liq ko'rsat, stajingni yo'qotma. Chunki ertangi pensiya bugun shakllanadi. Bu oilaviy moliyaviy savodxonlikning bir qismi. Men tomoshabinlarga real qarashni tavsiya qilaman. Pensiya islohoti deganda hamma birdan bo'yib ketadi degan noto'g'ri tasavvur bo'lmasligi kerak. Islohotning maqsadi tizimni barqaror qilish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, kam ta'minlangan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash. Rasmiy ishlagan fuqarolarning huquqini adolatli hisoblash bo'lishi mumkin. Lekin har bir fuqaroning natijasi uning hujjatlari, staji, maoshi, pensiya turi va qo'shimcha huquqlarga bog'liq bo'ladi. Agar narxlar oshsa, pensiya indeksatsiyasi pensionerlar uchun juda muhim. Lekin faqat indeksatsiyaga qarab o'tirish to'g'ri emas. Kimda qo'shimcha hujjat bo'lsa, qayta hisob-kitob imkoniyatini tekshirsin. Kim hali pensiyaga chiqmagan bo'lsa, bugundan rasmiy stajini mustahkamlab borsin. Kimning ota-onasi pensiyada bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini bir marta ko'zdan kechirsin. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumoti oilaga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Yana bir muhim jihat, har qanday yangilik chiqqanda faqat rasmiy manbaga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda
hamma pensionerga falon pul berilar ekan, pensiya yoshi ertadan o'zgarar ekan, ariza bermagan pul olmaydi ekan kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Rasmiy qaror, farmon, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirlik izohi bo'lmasa shoshilmang. Firibgarlar ham aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Pensiyangizni oshirib beraman, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank karta PIN kodini, pasport nusxangizni notanish odamga yubormang. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, pensiya islohoti hammaga tegishli. Pensiyalar oshishi mumkin, lekin kim qancha foyda ko'rishi, uning staji, rasmiy maoshi, hujjatlar va pensiya turiga bog'liq. Pensionerlar hujjatlarini tekshirtirsin. Pensiyaga yaqinlashayotganlar arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'sin. Yoshlar esa rasmiy ishlashning qadrini bugundan tushunsin. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya masalasini oxirgi o'yga qoldirmang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring, ish stajingizni tekshiring, arxivdan ma'lumot oling. Pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Bir kunlik e'tibor sizga yillar davomida qo'shimcha daromad bo'lib qaytishi mumkin. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi masala sizni ko'proq qiziqtiryapti? Stajmi, qayta hisoblashmi? Arxivmi yoki pensiya oshishimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiyaga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini yaxshiroq himoya qiladi.